Assalomu alaykum hurmatli prezident. Men Farg'ona viloyati Quva tumani Mustaqillik muhim Munavvar ko'chasida yashayman. Men bir necha oy oldin Quvamizni blogerlariga qiynalayotganim uchun murojaat qilib chiqqan edim. Murojaat bilan chiqqan sabab qizim kasallik uchun qonni ishib ketib, sarg'ayib, ranglari sarg'ayib ishib ketib, o'qib, endi o'lib qolmasin deb murojaat qildik ularga yordam so'rab. Sizga murojaat qilgandan keyin Quva tumani zam hokimi Ulug'bek uyimizga yetib keldi, soat 9 kechasida yetib kelib, va'dalarni berdi, yaxshi va'dalarni berdi. Mana undan berga yo'q, najot. Hurmatli prezident bizga va'dalarni berib, bizga o'xshaganlarni aldab ketsa, quruq va'dalarni bersa, bunday qilib yolg'on yashiq gaplarni gapirib ishlarimiz bitmasdan bunday bo'lib o'tirdik, qiynalib ketdik, kirmagan teshigimiz qolmadi, yordam so'rab. Sizdan yordam so'raymiz, hurmatli prezident, mana shularni ko'rib chiqsangiz, quruq va'dalarni berishib, ular va'davozlar va'dasidan chiqmayapti, yordam bering. Quva tumanida shunaqa xalq aljiydigan zam hokimlar bor ekan, hurmatli prezident. Hurmatli prezident, Quvamizga kelyapsiz ekan, bizga o'xshagan nochor qiynalgan oilalarga yordam qiling kelib. Yordam qilib keting, bizni quruq va'dalar bilan aldashib, qiynalib ketdik. Yashash qiyin bo'lib qoldi, hurmatli prezident, yordam bering. Qizimiz sog'lig'i uchun bizdan so'rayman, yordam berishingizni. Bizga o'xshaganlarni keling, uyimizga cho't keling, yaxshi yashayotgan bo'lsak, mayli zo'r bo'lsak bermaslik, hech narsa kerak. Hurmatli prezident, shuncha nimalarni qilyapsiz. Mana bizga o'xshaganlar o'tiribdi, mana sarsonlarga rom bo'ldi. Bilasiz-ku, bolasi qolsin-da. Endi biz ham endi hali katta yeb, ichib, o'ynab, kulib yurgan bo'lganda o'lib kelsin, o'lib qolsin. Hozir uyingizdagi qo'ylar bor, qo'ylar o'ziznikimi? Qo'ylarimga pul to'laydi, shuni yeb o'tiribmiz hozir. Bu qo'ylar birovga sotganmisiz? Sotganman, sotib ishlarida bo'ldim. Kelib ko'ryorsa, egalarini ham olib kelaman. Birovni qo'yini boqyapsizmi? 70 ming. Har yili boqqaman, arendaga mol olib kelaman, hadim. U qo'ylar boqqaningizga qanchadan beradi? 70 mingdan beradi. 70 mingdan beradi. 70. Bitta qo'zi chag'i bizniki. Bitta qo'zi chag'i sizniki. Shunaqa qilib, assalomu alaykum, shunaqa tirikchilik qilyapsiz ekanda. Mol boqqaman yana. Hozir tog'a, biz bu video murojaatingizni uyushtirmadikmiz qilib, o'zingizdan chiqqan narsani aytyapsiz. O'zimdan chiqib qiynalganimdan ko'ryapsiz, bormagan teshigimiz. Hozir biz sizga yolg'on yaxshi gaplar gapirtirmadikmi? Yo'q. Majburlamadingmi yo majburladingmi? Yo'q, majburlagansiz yo'q. O'zingiz chaqirib, o'zingiz murojaat qilyapsizmi? O'zim murojaat qilyapman. Ushbu videolaringizni internet tarmoq joylasak qarshi basmisiz? Qarshi basma, 100% qarshi basma.